Suvi yopib yuring, suvi yopib yursa oilamiz budjetiga ham foyda bo'ladi. Hayot, menga bergan mashaqqatlarga egozga rahmat, bu qanotsiz farishta. Voy, svetni o'chirib yuring, pulini o'zingiz to'laysiz-ku, pulingiz ketmasin. Qaysi qilgan yaxshiliklarim uchun berildi bu mo'tabar ayol? Nima qilyapsan? Kartoshka ekyapman, qattiq sotib olib o'tirmaymiz, oilamiz budjetiga ham foyda bo'ladi. Bunaqa xotinlar faqat ertaklarga bo'ladi deb o'ylardim. Bu tomonga bodring pomidor ham ekyaman. Muncha xursandman shunay. Oyimlarniki borib kelsam bo'ladimi? Ha, bor, hozir men qog'oz pul beraman. Yo'q, o'zim piyoda boraman, cho'ntagingizga ham, sog'lig'imga ham foyda. Bu xotinga men 10 yil oldin uylanganimda Elon Musk bilan Bill Gates yonimda ustoz deb yuraydi. Nima qilyapsan? Eshik bo'shab qolib tuzatib qo'yibman. Ustiga pul berib o'tirmaysiz, yoningizga qoladi. Yalqiragan peshonamdan o'rgilay, baxtsizdan beni olib zo'r qildim shunga uylanib. Hozir akvinani ham tuzatib qo'yaman. Bo'ldi, zo'r bo'libdi-ku, bo'ldi, tamom. Xotin bu yoqqa chiq. Ha? Singlim Nekov schooldan sertifikat olibdi. Endi institutga imtihon talaba bo'lsa bo'ladi. Narsalarni kiyib chiqsa, restoranga mehmon qilib kelaman. Voy, restoranga pul sarflab o'tirasizmi? O'zim ovqatlarni qilib qo'yaman. Siz hamma qarindosh urug'laringizni chaqiring, mehmondorchilik qilamiz. Haqiqatan. Bunaqa xotin bitta menga bor, ko'z tegmasin menga. Mani kartamdan oyligim tushgani o'sha yo'q. Ha, gapga berib yubordim, qolganiga qo'yni oldim. 4,5 milliongami? Ha, muncha vaqtma qilasiz. Atigi 4,5 million-ku. Masa ekanamiz, sen deb buni o'zim gapiryapman maqtanib. Suv o'chirib yuring, oilamiz budjetiga foyda bo'ladi. Yo'q qale. Gül beden